Madina nima degan go'zal, ha? Rost deysan. Makka buyuk Allohning Ka'basi joylashqach, ulug'liq toji taqilgan. Madina bo'lsa, sevimli payg'ambarimizning masjidi joylashqachqa, go'zallik libosi kiygan joy. Bu ziyoratga meni elib olganlarga ko'p rahmat deyingizchi bova. Sevimli payg'ambarimizning nurlariga cho'milib yuribsan, dengizni esimga silib atsan-ku. Qani, Madinaning xormasiga ig'iz tegib baqqan. Bu xormalarni bir kishi o'limig'inimga o'limay tutqizib qo'yib ketib qolgan edi. Ala. Qani, o odam nada? Yemek içmekning g'amini qo'y, Lolo. Bu yerdagi kishilar ziyoratga kelganlarni kutish orqali Allohga yaqinlik istaydi. Yurala, Quba masjidini ziyorat qilamiz. Mana bu Quba masjidi. Bu masjidning ziyoratiga nima uchun ular bitaqat bo'ldilar? Chunki bu islomdagi tunji masjid. Yani tehi sevimli payg'ambarimizning muborak hadisida tahorat ilib Quba masjidiga kelib namoz o'qigan kishi ömrü hajning savobiga erishidi deyilgan. Qanamasa 2 rakatda namoz o'tib olaylik. Nimancha ko'p xorma bu? Yo'lda zerikkinimizni yamiz deb Madinadan elib oldim. Sabab portiga kelib qolgan tursak, uni nima hajda bo'lsa? Buni sening beshingga ortib qo'ydigandek qaynab qolding-ku. Sana ko'ngil bo'lyapti-menda, ha? Qachondan beri oq ko'ngil bo'lib qolding sen? Mening azaldan ko'nglim intayin yaxshi. Faqat sen bilmaysan shu. Gap so'zingga diqqat qil, Marjon. O'zing bashilding-ku. Ma azroq ish og'irtib qo'ysanglar qandoq? Ruh safarda yuribmi, bag'ringlar yumishimidimi? Makka Madinaga ziyoratga berib, shirin tush ko'rgandek bo'lib qolgan edim. Bu ikkisi tushimni buzib etishdi. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Dengiz safariga tayyorlanaylik, tez. Men jannat kabi bog'ning dashti bayavoniga aylanib qolgan yerda uzib qo'ygan qissaning davomini anglashga tayyorlanyapman. Ha. Bog' egilarining holi keyin qandoq bo'ldi? Birer dal giyoh, can canavar yoki ushab qanotni saqqanmoqda. Biz sening sababingdan hayron bo'ldik. Mening sababimdan kambag'alga teriq bermaymiz deb qaror chiqargan kim? Sen kichik inimni dadam menga topshirg'achqa sening orzuying bo'yicha shunday qilgan edi. To'g'ri emas. Sen cho'bog'andikan aql bilan ish qiladi deb sana agashgandim. Gapingcha men aqlsizlik qilibman, ha? Nadigini sen degan jahonda bir donishmansan. Atrofimizda yop-yeshil zimin donolig'iga shohid tursa. Meni bundoq masxir qilishingga hargiz chidab turolmayman. Ma'lumotga buyruq qilgandek buyruq qilma, qabul qilolmayman. Sahir, to'la haddingdan oshma da'vatim. Qanday qila olayding? Ishkinglar hizil bo'lmamsizlar. Beshimizga ko'pat yetmadimi? Bu bir-birimizga malomat qilib o'ltirdigan chaqmi? Xatolik senda tursa. Talash tortish bizni majraga so'rab kirdi. Men shundan ansirab mush kunga kelgan edim. Gapingni ma'ul tantakida. Bu gunohni hammamiz qildik. Birimiz o'ylab topgan bilan qog'onlar ergashdik. Amaliyotda sen ergashmading. To'smay sukut qilganim ergashgin. Bo'ldi. Bularni qo'yib savoq haqida o'yinlaydi. Nima savoq? O'zimizdan so'rab ko'raylik. Alloh bizni nimishqa jazoladi. Sadi, nima demoqchisan? Shundoq, e'tirof qilmay turolmaymiz. Rostdan deganda biz bir emas, 2 gunoh o'tkazdik. Nima? Nima savoqga? Birinchidan, faqir miskinlarning haqqini bermadik. Qandoqsiga? Ikkinchidan, sadiqi mol dunyoni kimaytidi deb o'yildik. Endi bildikki, mol dunyoni tugashtirdigini sadiqa emas, bexillikkan. Ay, malay! Nima da'vatsizlar? Kechirgin, mening oq ko'ngil birodarim. Bizga ozroq kashlik tomoq hozirlab beralasam bu, ha? Oq ko'ngil, chiroyli qerindishim. Tezroq bo'lsang-chu, qo'sqimiz ko'krab ketdi.
Hocam tamaqni hozir qilg'ili ne vaqt? Ha? Qani, u ko'rinmaydi. Oldilarda turmamdi ana. Qattiq chaqchaq bu. Beshing olmas sening. Nima? Qaramamsan, u bizni masxir qilyapsa. Haddimmi? Men faqat uyda bor hamma narsani hozir qildim. Bizni quruqlan yeydigan çarpay ko'rib qoldingmi? Biz har kuni mushuni yeymiz, hocam. Hech qisi yo'q. Xudo oson qilg'ay. Nondan yana bormi amsa? Ha? Bo'lgan bo'lsa, hozir akamay qachonmi akilatdim. Asad, bizga ozroq qo'y, bo'lamdi. Men kechikib qolmagandiman, ha? Yo'qay, birodar. Bir qancha soat xolos, hech qisi yo'q. O'zlariga ayon. Ot sodisining aldirashchiligi yor birodarlarni yo'qlashqimi fursat bermaydi. Alloh ishlarini oson qilg'ay. Ot sitvog'ili kelganmiydilar? Yo'qay, seti yutaydab kelish. Esil otni qo'ldan beralimi? Endi uningga hojatim qolmadi. Hozir sotmisili bo'larmikin? Bozor bakli bo'sh. Qo'lim qisqa bo'lib qoldi, birodar. Arzonroq bo'lsa-mu, mayli. Qancha ot ep qoldilar? Ishni Sili ep kapdilar. Hammani 2 parcha oltinga men ep qolay. Ey saramjonlari yo'q-ku. Merhaba Senan tağa. Saramjonlarni almashtirishni o'ylashgan edik. Odam degan tez yerga demasmi? Yanglab turayli dedik. Sizlarga azroq tamoq qilib kelgandik. Bu sizlarning marhamatinglarning mingdan birichilikmi yo'q? Sizlarning hammaga ta'siringan dasturxonlaringlarni kimmi unutsin? Puraqida mezlik tamoqliq belinib turdi. Lekin qo'sqim oshmadi. Rostla qo'sqim oshmadi. Bo'pti amsa, xohlaganlarcha bo'lsin. Turib turing. Nimacha oldiraysiz? Soatni qaytarsam bo'lmas. Ozroq bo'lsa-mu tetib boqaymi-ya? Nima degan o'xshigan? O'zingiz aytdingizmi? Biz kambag'allarning oshpazimiz nima qilsin? O'z qo'lim bilan aytgan. Qo'lingizga datbamisin. Qani birga tamoq qilaylik. Sizlar bahuzur olsizlar. Men ruxsat qildim. Demakchimanki, ishqalloh tamoqni birga bo'lsanglar, to'liq xursand bo'lardim. Qo'limizdagi ot, uy saramjonlari, hatto yepak kiyimlarimizgacha setib tugatdik. chiqimni azaytimiz deb xizmatchilarning hammasini ketkizib atdik. Musha holatda o'limni kutib olamizmi? Hech narsa bir izda turmaydi qarindishim. Bu kunlarni o'tib ketdi. Xatoligimizni tunib, qilmishimizga pushaymon qildik. Muhimi kundalik oziqimizni hal qilsak bo'ladi. Yo'q, Asad. Eng muhimi yemak-ichmak emas. Senachi nima eng muhim? Xolis tavba. Burunqi ma'madonlik, bexillik, oshko'zligimizni tamoman tashlash. Undaqda Alloh bizning tövbimizni qabul qilar. Xolis tavbani qabul qilishga Allohning va'dasi bor. Bizning gunohimiz kechirgisiz darajada ig'ir. Bu gunoh ustiga gunoh qilganlik. Nimishqa? Allohning afv marhamatidan umid uzish haqiqatan ig'ir gunoh. Allohning rahmati hammaga yetadi. Ishkichimizga nimancha ko'p tomoq atdingiz qizim. Hamdul begimning yaxshiligiga javob qaytaradigan vaqt keldi deb o'ylab. Barakalloh qizim. Lekin ularga har kuni tomoq to'shyapmiz. G'ururga tegib qo'yamizmikin deb asrab qelyapman shu. Qanday qilsak bo'la? Och qilishga qarab tursak bo'lmas. O'ylab qelyapman. Ular nimishqa bir ishning peshini tutishni xiyol qilmaydigandu. Ular tandurust, sog'lom kishilar ishlayolmaydi emasmi? Ishlab ko'rmagan shundaqmikin? Ularga bek ko'ngil bo'layotgansiz-a, qizim-a? Undaq emas. Faqat ular bizga saxovat qo'lini sungan, oz to'liq qaytara olsak ekan degan umiddaman.
Сахар to'y qilgudak deb anglayman-ku. To'y qilamdikan? Dadasi vafot bo'lg'ili uzoq bo'lmasa texi. Saharga tamoq opamamsiz. Hamdun begimning ballarıga deyman. Endi yangi kelajak qila. Bundaq odam nima deb o'z vaqtida uning to'y taklifini rad qilgan bo'g'idingiz? Kibrlik. Mag'rur Saharni rad qilganman. Endi u hozir boshqacha odam bo'lib ketibdi. Tildan zikr tasbih, duo takbir tushmaydi. Boshqalarga muomalasimi yaxshi? Yaraysiz qizim. Obdan dedingiz. Nim paytsi to'y qilg'ilvassa. To'y qiladigan rost. U sizga qayta talab qo'ysammikin deydi. Uning sizga uylangusi bor ekan. Rasma? Qulqumga ishonmayapman. Yana bir yaxshi xabar bor. Sahar xizmat tepibdi. U bolalarga ot minishni o'rgatib, oz to'la bo'lsa-mu tapobat qilib etibdi. Az bo'lsa-mu Alloh barkatini bergay. Ot sening o'ziga yaqin va mehribonligingni his qilishi. Ot miniyotganingda o'zingga ishonching bo'lishi kerak. Kelalar, endi amaliy mashq boramiz. Tezmoq erindishim. Xudoga shukr. Xayr inim, darsdan qolmay. Boya deganimdek, alif harfi tuz tayoqchiga o'xshaydi. Ba harfi qochiqqa o'xshaydi. Ostida bir chekit bo'ladi. Javod nada? Jannat bog'da. O'lib ketdimi? Bir chaqlarda gullangan beg'imizni da'vatiman xolos. U bog'dan shoxshumbi yig'ib kambag'allar bilan ojizlarga hosiya sap beryapti. Begoga qilyapti aqchon. Nadekini? Katta savob tepiyapti. Bizmi uningdek bo'la olsaqchi? Kashki. Alloh tilaklarimizga yetsin. Bog' sohiblari xatoliklarni to'nib, xolis tavba qilganlardan keyin Alloh ularga texmo munbat yer ato qildi. Ularni ishchan bo'lib ketishdi. Kerak urug'larni ekib keldi. Dal vaqtida keldim. Bizmi yana og'dirib bo'lay deb qoldik. Xudoga shukrki, og'ir tirishchiligimiz badaliga bu yana ololdik. Parvardigorimiz poshturki, bu yaxshilikning beshorati. Marhamat qilsala Shaybon begim. Qani, go'shtdan olsa. Elimni ko'p yevatdim, o'g'lim. Sanishtik bo'g'ay o'zlariga. Asala momo, bu bak yaxshi pishibdi. Bu cho'nqachini men ko'tiray. Buni ko'taramazsizmikan, xonim? Siz obdaroq g'izolansangiz bo'ldi. Ulug' Alloh bizga shuncha ko'p ne'matlarni ato qildi. Parvardigorim, bizni tashakkur aytadigan, zikrini unutmaydiganlardan qilg'aysan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون صدق الله العظيم. Allah ularning tavbasini qabul qilib, burunqidan yaxshi bir bog' ato qildi. Bu qissaning mazmunini bilib oldim. Bilib oldim. Sadiqa berish pul molni kamaytib etmaydi ekan. Xudo bermaganni hech kim ololmaydi ekan. Barakalloh o'g'lim. Mağamda kiyim başlığı. Tayyorlik bitdi. Kiyimi yo'lga chiqsa bo'ladi. Qachon mangimiz? Makka Madina bor tuproqdan ayrilg'im kelmay botidi. Xudo xolisa yana kelishga nasib qilg'ay.
ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.